Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qur'on bo'liqi programmamizning 5-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli qarindoshlar, biz bu programmamizda islom dunyosidagi mashhur olim Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Bugun inshaalloh 5-soni huzuringizda bo'ladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Hurmatli qarindoshlar, bugun sizlarning huzuringizda bo'lmoqchi bo'lgan mavzu bo'lsa, Rob haqida bo'ladi. Biz bugundan boshlab Rob degan bu so'zning lug'atdagi hukmlari haqida tahlil yurgizish bilan boshlab, shundaqla Qur'oni Karimda Rob degan bu so'z qaysi ma'noda kelgan tafsiliy holatda diqqatingizga sunamiz. Biz o'tganki 4 qatimliq 1-sondan 4-sonigacha bo'lgan sonlarimizda iloh haqidagi lug'at ma'nosidan boshlab uningki taqozosi, inson mu'min qanday e'tiqod qilish, iloh degan so'zning haqiqiy ma'nosi nima ekan degan to'g'risida diqqatingizga bir qator tafsiliy bo'lgan mazmunlarni diqqatingizga sungan edik. Inshaalloh bugungi programmamizdan boshlab Rob haqida to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga eng to'g'risini, eng go'zalini, eng haqliqini tonib va shuningga amal qiladigan, shu bo'yicha hayotini intizomga selib mangadigan mu'minlardan qilishini Alloh subhanahu va taolodan tuvanchilik bilan so'raymiz. Endi oldi bilan Rob degan so'zning lug'atdagi hukmlari haqida tahlil yurgizamiz. Bu so'z ra, ba, badan iborat 3 harfdan tuzilgan bo'lib, uning eng ibtidoiy va eng asosiy hukmi nima deganda parvish qilish deganni bildiradi. Rob degan so'zning eng ibtidoiy va eng asosiy hukmi nima? Parvish qilish deganni bildiradi. Endi buning ichidan tasarruf qilish, xabar elish, hol ahvolini tuzash, to'liqlash va mukammallashtirish degan hukmlar mu kelib chiqqan. Ya'ni parvish qilish degan bu hukmning ichidan tasarruf qilish, xabar elish, hol ahvolini tuzash, to'liqlash va mukammallashtirish degan hukmlar mu kelib chiqqan. Ondan mushularni asos qilgan holda yuksaklik, ustunlik, igidorchilik va xo'jayinlik hukmlari mu maydonga chiqqan. Bu so'zning lug'atda ishlatilishiga doir bir qancha misollarni tuvandikicha mulohaza qilishga bo'ladi. Birinchi ma'nosi parvish qilish, yetildirish, o'stirish bo'lib, diqqat qilaylik. Parvish qilish, yetildirish, o'stirish bo'lib, masalan, o'gay dodining uyida o'sgan o'g'il Robib, qiz Robiba deb ataladi. Boqquchi inik anamu Robiba deyiladi arab tilida. O'gay onaning Robba deb atalishi garchi o'z avlodi bo'lmasa-mu, ammo uyida o'stirganligidan bo'lgan dedi. Robba deb o'gay onaning Robba deb atalishi garchi o'z avlodi bo'lmasa-mu, ammo uyida o'stirganligidan bo'lgan. Shuningdek, o'gay dodimi Robbun deb ataladi. Uningdan boshqa yana maxsus saqlangan dorilarmi murabbab yoki murabba deb ataladi. Masalan, bizning tilimizdan bog'i murabba deb. Yani maxsus saqlangan har xil nimalar ishlab chiqqandan keyin uni maxsus saqlab iste'mol qilamiz-ku. Shuning o'xshash murabbab saqlangan dorilarmi murabbab deb ataladigan arab tilida yoki murabba deb ataladi deb. Robba yurabbu robbanning ma'nosi xuddi robban ni'ma, ya'ni ihsonni oshirdi yoki yaxshilik qilishni voyaga yetkazib berdi deb ishlatilganga o'xshash avutish, oshirish, mukammallashtirish qatorliqlarni mu o'z ichiga olgan bo'ladi. Endi ikkinchi ma'nosiga kelsak, to'plash, jam qilish, hozir qilish bo'lib, masalan, fulanun yarubbun nasa, ya'ni palani kishilarni jam qiladi
yoki butun kishilar paloniga to'plashidi, palonning qishiga to'plashidi degan ma'ni bildirdi, yoki bo'lmasa paloni kishilarni o'z oldiga, o'zining oldiga jam qiladi, to'playdi degan ma'nolar bor. Shuningdek to'plashadigan joymi marabbun deyiladi. Ha, to'plashadigan joy. Jam bo'lish va hozir bo'lish uchunmi tarabbub degan so'z ishlatildi. Uchinchi ma'nosiga kelsak, xabar elish, hal ahvolini o'ngshash, beqib qarash va kapolatlik qilish bo'lib, masalan, Rabba doyatahu degan bu so'zning ma'nosi paloni o'z mol mulkiga asrab qaradi deganni bildiradi. Rabba doyatahu degan bo'lsa, paloni o'zining mol mulkiga asrab qaradi degan ma'noni bildiradi. Abu Sufyonga Safvan meni Qurayshdan biror kishining o'z rububiyati, ya'ni panohligi ostiga olganligi Havazin qabilasidan birarsining shundoq qilganidan texmi bak afzal. Abu Sufyon Safvonga shunday degan ekan. Meni Qurayshning ichidan biror kishining o'zi, chunki o'zi Quraysh qabilasidan, Qurayshdan bir kishining, biror kishining o'z rububiyati, ya'ni o'zining panohligiga olganligi, panohligi ostiga olganligi Havazin qabilasidan, boshqa bir qabila, Havazin qabilasidan birarsining shundoq qilganidan texmi bak afzal degan ekan. Alqama ibn Ubayda o'z she'rida va kuntum ra'an afdat ilayka rababati va qablaka rabbatni faditu rububi. Ya'ni sendin ilgari menga murabbiblik qilgan kishini yo'qitib qo'ydim. Mana oxiri mening igdorchiligim va tarbiyam sening qo'lingga qoldi degan bo'lsa, Farzuq o'z she'rida kanu kasailatin hamqa'a iz haqanat salaaha fi adimin g'ayri marbubi degan ekan. Bu she'rdagi adimin g'ayri marbubning ma'nosi nima desa, oshlanmagan, yumishib tayyorlanmagan terini bildirdi, g'ayri marbub. Fulanun yarubbu san'atahu indata fulan deganlik, paloni kishi palonchining yanida o'z kasbini qiladi. yoki bo'lmasa uningdan hunarvallik tarbiyasi oladi deganlik bo'ladi. 4-chi ma'nosiga kelsak, ustunlik, hukmronlik, sardorlik, buyruq tushirguchi, tasarruf qilguvchi, ya'ni ishlatguchi qatorliqlar bo'lib, masalan, qad robba fulanun qavmahu deganning ma'nosi paloni qavmini o'z hukmiga bo'ysundirib oldi degan gap bo'ladi. Robbaytul qavm, ya'ni men qavmimga hukmimni yurgizdim va hukmron bo'ldim deb ishlatiladi. Lubayd ibn Rabi'a o'z she'rida va ahlakun yawman robbakindata va ibnah va robba ma'addin bayna khabutin va ar'ari deb yozgan ekan. Bu she'rdagi robba kindata deganning ma'nosi kindaning sardori, butun qabilada uning hukmi oqidi deganni bildiradi. Robba kindata, kindaning sardori, butun qabilada uning hukmi oqidi deganni bildiradi. Mushu ma'noda Nabiga Zibyonining mu tahibbu ila nu'mani hatta tanalahu fidan laka min robbin talidi va tarifi degan she'r mavjud. Rob degan so'zning lug'atdagi 5-ma'nosiga kelsak, xo'jayinlik qilish bo'lib, masalan, hadis sharifda payg'ambar alayhissalom bir kishidan arabbu g'anamin am rabbu ibil, sen qo'yning xo'jayinimi yoki to'giningmi deb so'ragan Rasululloh. Demak, mana bu ma'nodan uyning egisi ham arab tilida Rabbud-dar, to'gining egisi Rabbun naqa. Rabbud-dar, uyning egisi arab tilida Rabbud-dar deydi. Uyning egisi, uyning xo'jayini. To'gining egisini Rabbun naqa, to'gining egisi deb bundaq deydi. Mal mulkning xo'jayini bo'lsa Rabbud-day'a deyiladi. Shunga bandi va qulning aksi bo'lgan ega, xo'jayin degan hukmlar uchun Rob degan so'z ishlatildi. Diqqat qilgan masala qarindoshlar, shunga banda va qulning aksi bo'lgan. Banda va qul degan so'zning dal aksi nima? Ega, xo'jayin degan hukmlar uchun ham arab tilida nima so'z ishlatildi desa, Rob degan so'z ishlatildi. Ammo keyingi chaqlarda bo'lsa, xato holda Robning ma'nosi Parvardigor, ya'ni parvish qilguvchi degan hukm bilan cheklanib qolgan bo'lg'achqa, ya'ni parvish qilguvchi eng ibtidoiy hukm bilan cheklanib qolgan. Vaholanki bu uning shuncha nurg'un keng ma'nolari ichidan
faqat birsila bo'la oladi. Parvardigor, parvish qilguvchi degan bu uqum Rob degan so'zning shuncha keng, shuncha nurg'un keng ma'nolari ichidan faqat birsila bo'la oladi. Agar Rob degan so'zning yuqoriqi butun ma'naviy kengligiga nazar soladigan bo'lsak, yuqorida biz 5 xil ana mavzuning ichiga kirgizdik. 5 xil. Amaliyotda har birisining ichida qanchilgan ma'nolarni o'z ichiga oldi qarindoshlar. Bu 5 ana asosiy mavzuning ichiga, kategoriyaning ichiga elingan 5 umumiy ma'nosini tushuntirib o'tdik lug'atdagi Rob degan so'zningki. Agar shu Rob degan so'zning yuqorqi butun ma'naviy kengligiga nazar soladigan bo'lsak hamda, shuningki bagan keng shu ma'nosiga buningga nazar soladigan bo'lsak, u tövendiki ufqumlarning hammani o'z ichiga olgan bo'ladi. Birinchi, Rob degan so'zning eng qisqartib berib 5 narsani yig'inchoqlaymiz. Birinchi ma'nosi parvish qilguvchi, ehtiyojlarni qondirguvchi, tarbiyaliguvchi va o'stirguvchi. Ikkinchi, kapolatlik qilguvchi, xabar olguvchi, asrab qarag'uvchi, hal ahvollarni o'ngshig'uvchi. Uchinchi, markazlik salohiyatiga ega bo'lguvchi, tarqoq kishilarni o'ziga markazlashtirib jam qilguvchi. To'rtinchi, itoatning egasi, favqul oddiy huquqliq hukmron, yuksakligini va ustunligini hamma e'tirof qiladigan, ishlatish va tasarruf qilishning butun huquqi ilikida bo'lgan zot degan ma'nosi bor. 5-chi, ega va xo'jayin deganlarni bildirgan bo'ladi. Rob degan bir eg'iz so'z qarindoshlar. Mana mushuning tuvanda biz 5 ga yig'inchoqlagan mushu ma'nolarning, mushu ufqumlarning hammani bildirgan bo'ladi. Hargiz va hargiz oddiylam Parvardigor parvish qiluvchi deb tushunib qolmang. Buning tuvandagi mushu eng qisqartib aytgan vaqtda mana mushu 5 narsaning ichiga yig'inchoqlagan ma'nolarning hammasini bildirgan bo'ladi. Endi biz Rob degan so'zning Qur'ondagi ishlatilishiga qarab boqaylik. Qur'oni Karimda bu so'z yuqorqi hukmlarning hammada teng ishlatilgan. Biz yuqoridagi lug'atda kelgan 5 asosiy mavzuning ichiga tizgan hukmlarning hammasida ishlatgan. Qur'oni Karimda ba'zi joylarda shulardan bir yoki 2 hukmlarla ko'zda tutilgan bo'lsa, ba'zi joylarda uningdan ko'proq hukmlari yoki barliq 5 xil hukmlarining hammasi teng ko'zda tutilgan. Bu nuqtani biz Qur'on oyatlaridan har xil misollarni keltirish orqali oydinlashtirib o'tamiz. Masalan, Sura Yusufning 23-oyatida Allah subhanahu va taala shunday deydi: Yusuf, Allah panahlik bersin, u mening Robbimdir, bana nihoyatda yaxshi qaragan dedi. Deb birinchi xil hukmlar ishlatilgan. Sura Yusufning 23-oyatida yana u mening Robbimdir, ma'azallohi innahu robbi degan, bu yerda innahu robbi, u mening Robbimdir degan bu Qur'oni Karimdagi bu 23 Sura Yusufning 23-oyatida tilga ilingan bu Robb degan so'z birinchi hukmda ishlatilgan. Ya'ni mening Robbimdir, mening parvish qilguvchim, ehtiyojlarimni qondirguvchi, meni tarbiyalovchi, o'stirguvchi degan bu birinchi xil hukmda ishlatilgan. Endi bu yerda bir askar tip qo'shiq tegishlik bo'lgan narsa, bu yerda xuddi ba'zi mufassirlar o'ylab qolgandek, Yusuf alayhissalom Azizi Misrni Robbim deb atagan degandek xato o'yda bo'lib qolmasligimiz lozim. Ya'ni Misrning o'z vaqtidagi shu eng cho'ng bosh vazirini mening Robbim deb atagan degandek xato o'yda qolmasligimiz, bunday o'yda bo'lib qolmasligimiz kerak. Amaliyotda Robbim degan so'zning qaratmaligi Allohga qartilgan deydi. Ya'ni Yusuf alayhissalom panohligini tilagan Allohga qartilgan bo'lib, Yusuf alayhissalom o'zi Allah panahlik bersin deb o'zi panahligini tilagan Allohga qartilgan bo'lib, yuqorqi ma'azallohi innahu robbi degan so'zining o'zida Allah panahlik bersin, u mening Robbimdir degan jumlada Robbim degan so'zning qaratma obyekti shuncha yaqinda turgan yerda nima uchun tilga elinmagan, yana boshqa qaratma obyektlarini izlab yurgudakmiz. Bu yerda bir izohat berilibdi. Shuning uchun buni tilga oldik.
Endi Rab degan so'zning yuqorqi birinchi va ikkinchi xil uqumlarini o'rtaq ifodalab, Sura Shuaraning 77-oyatidan 80-oyatigacha qadar bo'lgan oyatlarda Allah subhanahu va taala shunday deydi: Sizlarning bu mabudlaringlarning hammasi dushmanimdir. Faqat meni yaratgan hamda menga hidoyat qiladigan olamlarning Robbili undaq emas. U menga tamoq beradi, usulluq bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u menga shifolik beradi deyilgan. Ya bu İbrahim alayhissalomning aytgan so'zi o'z vaqtida, sizlarning bu mabudlaringlarning hammasi dushmanimdir. Ammo faqat meni yaratgan hamda menga hidoyat qiladigan olamlarning Robbili undaq emas. U menga tamoq beradi, usulluq bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u menga shifolik beradi deyilgan. Sura Nahlning 53 va 54-oyatlarda sizlar bahramand bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, yana yolvorib Alloh tarafga yuguraysizlar. Alloh sizlardan ig'irchilikni ko'tarsa, oranglardan bir bo'lik kishilar o'z Robbining bu ne'matni baxsh etguchi va qiyinchiliklarni tabiiy qilg'uchi ekanligiga darhol boshqalarni sherik keltirishga boshlaydi. Deyilgan bo'lsa, Sura An'amning 164-oyatida shunday deydi: Aytqinki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Alloh hamma narsaning Robbi tursa, uningdan boshqa Robbni talab qilamdimi? Aytqinki ularga, aytqinki deginki ularga, Alloh hamma narsaning Robbi tursa, men qandoqmi uningdan boshqa, uningdan boshqa bir Robb talab qilamdiman men deb shunday aytgan deydi. Endi 3-xil hukmlari nuqtasidan Sura Hudning 34-oyatida shunday deydi Alloh subhanahu va taala. Sura Hudning 34-oyatida Huva robbukum va ilayhi turja'un. U sizlarning Robbinglardir va sizlar uning dargohiga qaytirilsizlar deyilsa, Sura Zumarning 7-oyatida nima deydi Alloh subhanahu va taala? Summa ila robbikum marji'ukum. Ondan sizlar o'z Robbinglar tarafga qaytisizlar deyilgan. Sura Saba'ning 26-oyatida bo'lsa, nima deydi? Qul yajma'u baynana robbuna. Aytqin ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz har ikki firqani Robbimiz jam qiladi deyilgan. Har ikki firqani, sizlar iymon etmaganlarni ham, biz iymon etganlarni ham har ikki firqani Robbimiz jam qiladi deyilgan bo'lsa, Sura An'amning 38-oyatida nima deydi Alloh subhanahu va taala? Va ma min dabbatin fil ardi va la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay summa ila robbihim yuhsharun. Yer yuzida mangadigan biror hayvonga yoki qanotlari bilan uchadigan biror uchar qushga qaragan, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Sizlarga o'xshash ummatlardir. Biz ularning taqdiri kitobida hech bir yetersizlik qoldirmadik. Keyin bular hammasi Parvardigorining dargohiga qaytadi deyilgan. Hamda Sura Yasinning 51-oyatida Alloh subhanahu va taala nima degan desa, va nufixa fis-suri fa idahum minal ajdasi ila robbihim yansilun. Sur kelingan haman ular makallaridan Robbi tarafga to'planib mangadi. Robbi tarafga to'planib mangadi. Biz Robb degan so'zningki 3-xil ma'nosida to'xtalgan vaqtimizda Robb degan so'zning 3-xil ma'nosi markazlik salohiyatiga ega bo'lg'uchi, tarqoq kishilarni o'ziga markazlashtirib jam qilg'uchi degan edi. Bu oyat nima deydi? Ondan keyin bular hammasi Parvardigorning dargohiga qaytadi. Makallardan turib Robbi tarafga to'planib mangdi. Alloh subhanahu va taala butun shu tarqoq butun maxluqotlarning bandalarining hammasini o'zi tarafga to'playdi degan ma'nosi chiqdi degan gap. Endi yuqorqi 4-xil hukmlari ma'nosini aytgan vaqtimizda
Uningda oldingi 3-xil hukmlarning tasavvurimi uchraydi albatta. Sura Tavbaning 31-oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." Ular o'zlarining hibrlarini va rohiblarini Allohdan boshqa roblarga aylantirib oldi degan Alloh. Hibrlari Yahudilarning diniy olimlari katta başlarını hibr deydi arab tilida, rohiblar bo'lsa Nasaralarning katta başları Vatikanga o'xshash, poplarga o'xshash bu katta başlarini Allohdan boshqa roblarga aylantirib oldi deyilgan bo'lsa, sura Ali Imronning 64-oyatida nima degan desa Alloh subhanahu va taolo va la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bizden hiç birimiz Allah'ını koyup birbirimizni Rab qilib olmayli deyilgan. Bu her iki oyattagi arbab degan so'z har qaysi qavm va firqalar o'ziga nisbatan mutlaq holdagi peshiva, yo'l boshchiga aylantirib olgan. Shularning ko'rsatmalari va cheklamalari prinsip, intizom deb qaraladigan. Shularning halol yoki harom qilishlari dalil talab qilmasdan mutlaq e'tirof qilinadigan. Ularni o'z oldiga mustaqil hukm chiqarishga, buyruq va cheklimlarni qo'yishga butunlay haqliq deb qaraladigan kishilarga qaratilgan. Yuqoridagi 2 oyatda tilg'aldiq, ular o'zlarining hibrlarini va rohiblarini Allohdan boshqa roblarga aylantirib oldi degan bu oyat bilan Ali Imrondagi bizdan hech birimiz Allohni qo'yib bir-birimizni rob qilib olmaydi degan bu 2 oyatdagi so'z nimani bildiradi desam, bu so'z har qaysi qavm va firqalar dedi. Mayli u qaysi qavmdan bo'lsin, bu qavm va firqalar o'ziga nisbatan o'zlariga mutlaq holdagi peshva, yo'l boshchiga aylantirib olgan, shularning ko'rsatmalari va cheklimlari prinsip deb qabul qilinadigan, intizom deb qaraladigan. Shularning halol yoki harom qilishlari dalil talab qilmasdan mutlaq e'tirof qilinadigan. Buningga daliling nima demasdan halol desa halol, harom desa harom deb bangadigan. Buni shunday qabul qilinadigan. Ularni o'z oldiga mustaqil hukm chiqarishga, buyruq va cheklimlarni qo'yishga butunlay haqliq deb qaraladigan kishilarga qaratilgan dedi. Kimki mushularni qilib olsa, qanday qilgan bo'ldi desa, ana shularni o'zining shu katta boshlarini, peshvalarini Allohni qo'yib rob qilib olgan bo'ladi deganni bildirgan bo'ldi. Shuningdek, Sura Yusufning 41-42-oyatlarida Alloh subhanahu munolan deydi: "Amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم." Yusuf ularga "Ey türmedeş ağinler, sizlerden biringlar zindandan çıkıp öz Rabbiga harak koyup berdi" dedi. Yusuf ularning ichidagi qo'yib berilishiga ishongan birisiga "Meni Robbingning oldida aslab qo'ygin" degan edi. Ammo shayton uni unuttirdi. U o'z Robbining oldida Yusufni aslashni xotirlamadi. Deyilgan bo'lsa, Sura Yusufning 50-oyatida deyilsa, elchi Yusufning yoniga borganda, Yusuf elchiga. Bu ikkinchi qissa, bu qissani oyat uzun qissalar. Bu elchi kelgan vaqtda qaysi desa, Yusuf alayhissalomni turmadan chiqarish uchun turmadan podshoh chaqirtgan vaqtida elchi keladi. Elchi kelgan vaqtda Yusuf alayhissalomning qishig'iga kelib borganda, Yusuf alayhissalom elchiga deydi-ki, Robbingning yoniga qaytib berib, uningdan heliqi qo'llarini kesishib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab boqqan. Shubhisizki mening Robbim ularning hilisini obdan biladi dedi deyilgan. Sen so'rab baqqan, ya'ni podshohingning qishig'i bor demakchida, bu yerda Robbingning qishig'i borgan degani, podshohingning qishig'i berib, xo'jayiningning qishig'i berib so'rab baqqan, shubhisizki mening Robbim ularning hiylesini obdan biladi dedi. Deb bu oyatda bularni bu qissani tilg'ilayotdi. Demak, bu oyatlarda Yusuf alayhissalom Misrliklarga xitob qilib, ularning Misr fir'aviylarini rob qilib olganligini qayta uqtirib o'tgan. Chunki ular Fir'avnning oliy markazligini, yuksak hukmronlikqa va yo'l yo'ruq cheklimalarini berishga to'liq xo'jidor ekanligini qabul qilishadi. Mushu nuqtadan Fir'avn ularning Robbi hisoblanadi. Yusuf alayhissalom bo'lsa, dal shuning aksicha bir Allohni o'zining Robbi deb qaror qiladi.
Chunki u Fir'avnni emas, faqat Allohning oliy hukmronlikqa, yo'l yo'riq va chekilimlarni berishga igidor deb iymon keltirdi. Hamda 5-xil hukmlari nuqtasidan Sur Qurayshning 3-4 oyatlarida kelgan tövendeki oyatlar 5-hukmini bildirdi. Şuna bu öyning Rabbiga ibodat qilish lozimki, u ularni ochliqda uzuqlantirishning intizomini qilgan. Ularni qo'rqinchdan amin qilgan. Deyilgan bo'lsa, Sura Saffatning 180-oyatida izzat va qudrat egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlaridan pokdir deyilgan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. İzzat va qudrat egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlaridan pokdir. Sura Anbiyaning 22-oyatida nima degan desa? Fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Arishning xo'jayini bo'lgan Allah ularning sifatlagan ayiblaridan pokdir. Deyilgan bo'lsa, Sura Mu'minunning 86-oyatida Allah shunday deydi-ki: "Qul man rabbus samawati sab'i va rabbul arshil azim." Ulardan so'rag'inki, aytqinki, 7 osmonning va ulug' arishning egasi kim deyilgan. Shuningdek Sura Saffatning 5-oyatida Allah subhanahu va taolo Rabbus samawati val ardi va ma baynahuma va rabbul mashariq. Ana shu Allah osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi barliq narsalarning va butun mashriqlarning xo'jayinidir deyilgan. Shundaqla Sura Najmning 49-oyatida ham va annahu huwa rabbush shi'ra. Hamda Allah shi'ra yulduzining xo'jayinidir deyilgan. Hurmatli radio anglovchi qarindoshlar, Qur'on bo'liqi programmamizning 5-soni bugun mush yerda oyoqlashadi. Inshaalloh 6-sonimizda azg'un qavmlarning rububiyatga doir xiyol tasavvurlari haqidagi mavzuimiz bilan programmamizni davomlashtiramiz. Allah subhanahu va taoladan anglaganlarimiz, bilganlarimiz, o'rganganlarimizga amal qiladigan kuchli bir saf iymon ato qilishini tilash bilan birga barliq qarindoshlarimizni ana shu mehribon, suyimli Rabbimiz, egimiz, ilohimiz bo'lgan Allah subhanahu va taolaga topshiraman va shundaqla butun qarindoshlarimdan dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun shundaqla kamina ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum va rahmatullahi ta'ala va barakatuh.